ta'lim o'qituvchisining kompetentligini shakllantirishda masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish. Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchining roli tobora murakkablashib bormoqda. Ayniqsa boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyachi, psixolog, menejer va texnolog bo'lishi kerak. Raqamli transformatsiya sharoitida masofaviy ta'lim texnologiyalari o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda muhim vositaga aylanmoqda. Kompetentlik tushunchasi va uning turlari. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligiga quyidagilar kiradi. Pedagog kompetentlik, ya'ni dars berish metodikasi, yosh psixologiyasi, baholash uslublari. Undan keyingisi esa axborot kommunikatsion kompetentlik, ya'ni axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish. Uchinchisi, ijtimoiy psixologik kompetentlik. Bu esa muloqot va jamoada ishlashni o'z ichiga oladi. To'rtinchisi, innovatsion kompetentlik. Bu yangi texnologiyalarni o'zlashtirish hisoblanadi. Masofaviy ta'lim texnologiyalari va ularning turlari. Masofaviy ta'lim vositalariga misol qilib, Moodle, Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams, video darslar, vebinarlar, elektron darsliklar, virtual laboratoriyalar va interaktiv platformalarni olishimiz mumkin. Masofaviy ta'lim texnologiyalari yordamida kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari 3 guruhga bo'linadi. Birinchisi, kasbiy rivojlanish kurslari, ya'ni onlayn sertifikatlash dasturlari orqali o'qituvchilar o'z bilimlarini oshiradilar. Ikkinchisi, o'zini o'zi rivojlantirish. Bunda har kim o'z vaqtida o'ziga qulay ta'lim olish imkoniyatiga ega. Uchinchisi esa tajriba almashish. Bu esa onlayn forumlar, seminarlar orqali boshqa hududdagi pedagoglar bilan muloqot qilish hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari tushunchasi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari bu o'quv jarayonini samarali, interaktiv va individuallashtirilgan tarzda tashkil etish imkonini beruvchi raqamli vositalar, metodikalar va yondashuvlar majmuidir. Ularga quyidagilar kiradi. Birinchisi, raqamli platformalar, Learning Management System, Google Classroom va Moodle. Ikkinchisi, interaktiv ta'lim vositalari. Bunga smart doskalar, planshetlar va ta'limiy robotlar kiradi. Sun'iy intellekt asosidagi dasturlar, ChatGPT, Khan Academy, Altutor va boshqalar. Gamifikatsiya, o'yin elementlari orqali o'qitish. Bunga misol qilib Kahoot va kvizni olishimiz mumkin. Beshinchisi esa mobil ilovalar va ta'limiy kontentlar. Bunga misol qilib Duolingo va Photomatch hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalarning afzalliklari. O'qituvchining ijodiy salohiyatini oshiradi, ta'limda individual yondashuvlarni qo'llash imkoniyatini beradi. Darslarni yanada vizuallashtiradi va jonlantiradi. Talabalar ishtirokini interaktiv qiladi va o'z-o'zini baholash va refleksiya qilishga imkon yaratadi. Pedagog kompetentlik bu interaktiv darslar tuzish, onlayn baholash tizimidan foydalanish orqali shakllanadi. Metodik kompetentlik esa dars dizaynini rejalashtirish, elektron kontentlar tayyorlash orqali rivojlanadi. Kompyuter savodxonligi Google Classroom, Zoom, Canva, PowerPoint kabi dasturlardan foydalanish orqali shakllanadi. Kommunikativ kompetentlik esa onlayn darslar, guruhlardagi muhokamalar orqali mustahkamlanadi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishdagi muammolar va ularning yechimlari. Birinchi muammo texnik vositalar kamligi. Yechim esa maktablarda raqamli sinflar tashkil etish. Ikkinchi muammo o'qituvchining axborot kommunikatsion texnologiyalari bo'yicha bilim yetishmasligi.
Bunga yechim sifatida maxsus o'quv kurslari va seminarlar o'tkazish hisoblanadi. 3-muammo kontent yaratish qiyinligi. Yechim tayyor shablonlar va darslar asosida o'qitishlar tashkil qilish. 4-muammomiz esa o'qituvchining va o'quvchining texnologiyaga haddan ortiq bog'lanishi. Bunga yechim sifatida esa onlayn va an'anaviy darslarni uyg'unlashtirish hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, masofaviy ta'lim texnologiyalari orqali boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kompetentligini rivojlantirish imkoniyatlari nihoyatda keng. Muhimi, ularni to'g'ri tanlash va samarali qo'llashni o'rganishdir. Bu esa nafaqat o'qituvchining, balki butun ta'lim sifatining yuksalishiga olib keladi. E'tiboringiz uchun rahmat.